Hammaga assalomu alaykum. Bugun bir parkka keldim. Ijod qilamiz deb. Aylanamiz deb. Bunaqa ochkili ham qo'limga kelib qoldi. Ray-Ban deydi. Naushniklari bor. Uni yonidan quloqdan ashulalar chiqib turadi. Kamerasi bor. Taqib olamiz. Qani. Sirasi yoqilganda pim muzikalar ham o'ynab berdi. Ijod qilinglar, qani ko'ringlar. Kачествосini, sifatini ko'ringlar. Qanaqa syomka qilyapti. Biz bugun shef Mustafa bilan parkka keldikmi? Ha? Nima qilamiz? Ijod qilamizmi? Menga kameraga qarab gapirgin-da. Ijod qilamiz degan. Yo'q. Plus kamerani mana taqib oldim. Mana yoqdim, qani yoqdim mana yondi. Endi, ovozlarni qaranglar. Musiqalar. Yaxshi. Tanishib qo'yamiz bu bola bilan. Yur Farruh. Farruh dumma. Otasini Farruhni adashib ketiradi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismingiz nimada? Jasurbek. Yosh ijodkor. Qanaqa ijod qilyapti? Biz ham ijodga chiqdik. Yoshingiz nechida? Yoshim 11da. 11da. Ismingiz Jasurbek. Qaysi maktabda o'qiysiz? 17 maktab. Orzularingiz nimada? Orzularim Aleksandr Yurak bilan katta sahnalarda, konsertlarda birga chalish. Yo'q-e? Unaqada layklarni bosib, kommentariyada Ribakka belgilab, bu bolani orzusini amalga oshirtiramiz. Sog' bo'ling. Yaxshilarda ko'rishaylik. O'xshab qolsa, duo qilib qo'y. Sog' bo'ling. Nima gaplar? Yur. Yur Mustafa. Adashga qo'ringlar. Balki orzulari amalga oshib qoladi.